Sizdan siz ishonmagandingiz shunaqa bo'lishini. 10 tonnadan ortiq bozorga chiqarildi. 150 million atrofida daromad ko'rdilar. Bunga ham yordamlashamiz. Eshitdim-ku, yaxshi bo'ladi dedi. Hozirgi kungacha qishloq ayollaridan 10 kishini ish bilan ta'minlaganmiz. 2025-yilda hokim yordamchimizni tavsiyalari asosida ish faoliyatimizni kengaytirdik. Hozirgi kunda 10 xil mahsulotimizni yo'lga qo'ymoqdamiz. Biz hozir Jondor tuman Obod mahalla fuqarolari yig'ini Ahmadov Akmal xonadonlarida turibmiz. Xonadonlari 25 sotiq umumiy maydoni, shundan 15 sotig'i tomorqa. Shu 15 sotig'i hozirgi kunda to'liq issiqxonalashtirilgan. Issiqxona ishlamay turuvdi 2 yil. Biz loyiha menejeri bilan birgalikda bu kishini xonadonlariga kelib muammolarni o'rgandik. Muammo mablag'ga kelib taqalganligi sababli mana shu hozirgi shu bodring ko'chatlarini kredit asosida 100% o'zimiz olib berdik. Shu kunga qadar 10 tonnadan ortiq bozorga chiqarildi. Bulg'or qalampir ko'chatlarini ekishni reja qilib turibmiz. Hozir bu kishi 10 tonna hisobidan 150 million atrofida daromad ko'rdilar. Jondor tumani Obod mahalla fuqarolari yig'inida 3457 ta aholi, 677 ta xonadon bor. 2025-yil fevral oyidan boshlab loyiha menejeri berkitilganlar Qoraqalpog'iston Respublikasidan. Shu bilan birgalikda mahalladagi aholi, kam ta'minlangan oilalarni, daromad past xonadonlarni daromadli qilish maqsadida tovuqchilik, asalarchilik, parrandachilik, parnik masalalari issiqxona tashkil qilindi. Aholi hozirgi kunda daromadiga chiqib, yaxshi natijalar ko'rsatib kelmoqda. Hozirgi vaqtda Buxoro viloyati Alat rayoni hamda Alat rayonida joylashgan Baland Machet makon fuqarolar jiyinidamiz. Basım ko'pchiligi xizmat ko'rsatuv yo'nalishi bo'yicha жұмыстар olib borilmoqda. Ular Xudo xolasa ishga tushgan vaqtimizda uni rejalashtirilgan 3-sherik davomida ishga tushirib, ishga tushgan joyda hozirgi vaqtda bu mahallamizda keminde 30 odam жұмыс bilan ta'minlanadi. Сонымен bir qatorda qolganda joybarlarda ishga tushirish bo'yicha bir qator жұмыстар olib borilmoqda. Xudo xolasa men o'zim Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus qalasidan bekitilgan bo'lsam, Buxoro viloyatidan Qoraqalpog'istonga, Qoraqalpog'iston Respublikasidan Buxoro viloyatiga tajribalarni almashtirib, O'zbekiston Respublikasina o'z xizmatimizni qo'shamiz. Baland Machet mahallasini hokim yordamchisi bo'laman. Mana bizning mahalla prezident qarori 330 sonli prezident qarori bo'yicha og'ir mahalla toifasiga kiritilgan.
Bugungi kunda mana Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahridagi hokim yordamchisi loyiha menejeri qilib tayinlangan bizga. Biza loyiha menejeri fevral oyida kelgan bo'lsa, fevral oyidan boshlab biz mana shu auksionda mahalla guzarda turgan 15 ta auksionda turgan lotimiz sotilmayotgandi anchadan buyon. Biz buni o'sha iqtisodiy ahvoli, tadbirkorlikka qiziqadigan yoshlarga, qatlamga targ'ibot qilinadi. Mana auksiondan olib berib, bu joylarni kreditlarni chiqarib qurilishni boshlaganmiz. Mana hozirda ikkita loyihamiz ishga tushdi. Mana bu yerda mashinani yuvish shoxobchasi, tegirmon, sartaroshxona ishga tushib turibdi. Yana hozirda loyihalarimiz ishga tushgan, yana 10 ta loyihamiz kutib turibdi. Bular non-fatr mahsulotlar ishlab chiqarish, apteka, yon tomonda stolovoy. Bu loyihalarimiz ishga tushsa, xudo xolasa mahallamizda 50 dan ortiq ish o'rni yaratiladi, bandligi ta'minlanadi.